Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jalil Dostonbek va do'stlar, mana bilganlaringizdek ancha yillardan beri kanalimga umuman video qo'ymayotgandim. Lekin hozirgi kunlarda ancha aktual bo'layotgan muammo bilan juda ko'pchilik menga murojaat qilishyapti. Ya'ni Goslugada akkaunt ochish bo'yicha. Ya'ni Goslugadan akkaunt nima uchun kerak? Telefon nomerlarini tasdiqlash uchun yoki sim karta olish uchun yaqinda 1-iyundan boshlab yoki iyun yoki iyulda adashmasam, hozir danli esimda yo'q. Albatta sizda Gosluga akkaunt bo'lishi kerak. Gosluga akkaunt ochish uchun sizga o'zingiz ochishingiz kerak yoki Mo'yda akkauntga borishingiz kerak. Mo'yda akkauntga borganingizda albatta ko'pchilik ruschani bilmasligi mumkin yoki ruschani bilgan taqdirda tushunmasligi mumkin. Shu ma'noda anketalar to'ldirish kerak, login, parol, ba'zi ishlari bor. Shuning uchun men shu xizmatni yo'lga qo'ymoqchimanki, agar kim Goslugadan akkaunt ochmoqchi bo'lsa, men yordam berishim mumkin. Albatta bu xizmatimiz pullik, hech qanaqangi bir noqonuniy yoki boshqa narsalar emas. Hammasi 100% garantiyalik bo'ladi. Chunki meni taniganlar, oldindan bilganlar bilishadiki, men o'zim 100% o'zim bo'lmasam yoki o'zimga ishonmasam, o'sha narsani aniq bilib, hech qanaqangi yolg'on videolar chiqarmayman deb o'zimni ko'rsatib. Yana boshqa xizmatimiz, agar siz to'rtdo'y dogovoringizni odamlarga jo'natmoqchi bo'lsangiz, patentingiz uchun bu narsani ham yordam berishimiz mumkin. Bu ham albatta hammasi pullik, o'zini xizmatiga qarab. Agar sizda to'rtdo'y dogovorni o'zi bo'lsa ham bizga jo'natib berishimiz mumkin. Uning uchun aynan ish joyingizdan ordinni olishingiz, dokument taqlattirish shart emas. Shunchaki siz ish joyingizdan sizga to'rtdo'y dogovor bergan bo'lsa bo'ldi. Ya'ni yuridik bo'lsin, kompaniya bo'lsin yoki частный bo'lsin, farqi yo'q. Yoki Goslugadan akkaunt ochib berishimiz mumkin. Akkaunt ikki xil usulda bo'ladi. Birinchi ochgan payt oddiy akkaunt, keyin u подтвержденный akkaunt qildirish kerak. Подтвержденный akkaunt qilib biz taxlab beramiz. Plus keyingi etaplarni ham tushuntirib beramiz. Nima qilishni, ya'ni sim karta olish uchun boshqa etaplari ham bor. Shu etaplarni ham bemalol tushuntirib, sim karta olishga ham ancha yordam berishimiz mumkin. Telefon nomerlarimni video tagida qoldiraman. Faqat sizlardan bitta iltimos, nomerdagi Telegramga yoki WhatsAppga yozingizlar. Men ham sizlarga o'xshagan ishdan keyin chiqib, albatta vaqtim bo'lganda обязательно hammaga javob beraman. Chunki telefon qilganlardan men ola olmayman, hammaga javob bera olmayman. Shuni to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Bemalol Telegramga yoki WhatsAppga o'sha Gosluga bo'yicha yoki to'rtdo'y dogovor bo'yicha yozyapman deb birdaniga bir yozishda iloji boricha muammoni sirasiz yozingizlar. Shu to'g'ri sizni ham, meni ham vaqtim ketmasligi uchun.